qiynalish yo'q. Ayollar ham bemalol. Yo'q, ayollar ham yetarib ketaveradi. Ayollarning gapi bo'lsa, gapiga ham yetarib ketaveradi aka. Xo'p. Aka buni setga tushish jarayonlariga xalqimiz bitta baho berib qo'ysin mana. Bo'ldi, tamom aka. Ishlab turgan joydan bemalol olib solsa bo'laveradi. Haligindan ham ko'rsatdik-ku. Ishlab turgan holatlarda ham solib, sababi nima? Sababi xavfsizlikni oldini olish uchun buni bo'shatsa, boshqa tishlariga ro'para kelib qoladi. Bu ishlayotganda otish mumkin, yuzga, boshqaga joyga. O'shuning uchun biz uni oldini olish uchun aka setkalarni yonidan tushadigan qilib qo'yganmiz. Chorvador akalarimizni xudo xolasa xavfsizligini o'ylagan holatda grabilka olayotgan odamlar misol bizdan olmasa ham mana shunaqa narsalarga iltimos e'tibor berib o'tsin. Chunki men aka Samarqandda bitta o'sha qizni, ayolni qo'lini olib ketib qoldi. Aylanayotgan. Bu juda ham o'tkir narsa-da. O'shuning uchun 3000 ga borib ta'zir emasda. Mana shu narsalarga e'tibor berishadi. Xo'p, zo'r. Va o'sha changimaydigan narsalarni ham aka qo'yganmiz. Changni tepaga urmaydi. Ko'pchilik grabilkalarda ko'ryapman, changyapti-da. Changimaydi. Bu vakuumli. Hech qachon chang chiqarmaydi tepaga. Faqat u yoqqa Faqat og'izdan chiqaradi aka. Zo'r. Buni ko'p maqtab yordik. Endi hozir sizlarga buni chiqarishini har bittasini ko'rsatib beramiz. Bir qator. Akalar, hozir sizlarga bu drabilkalarni qanday chiqarib berishini ko'rsatamiz. Aka, qaysi biridan boshlaymiz? Makkalikdan boshlaymiz aka. Sotali makkalardan boshlaymiz. Xudo xolasa xalqimiz bitta baho berib beradi natijasiga. Men yurg'izdim aka. Boshladi aka. Ketdi. Bu yorma setkasidami? Hozir yorma holatda setkasida aka. Bitta ko'rsataylik. Mana buni qarang aka. Mana aka. Bu yorma. Endi mana atalarga, tovuqqa bemalol qilib beraverasiz. Aka, farqini qarang. Mana sotalim aka. Mana farqi aka. Shuni sepib bersa ham bo'ladigan qilib qo'ydi aka. Endi bug'doyni chiqarib ko'rsatib beramiz. Bug'doyni kepak holatda chiqarib ko'rsatib, 1,5 setkasida. Aka, buni bitta tortishlarini ko'rsataylik. Bitta ko'rsating. Aka, olib keling, yaqinroq olib keling kamerani. Mana uni qarab turing aka, tortishlarini. Chiqarishini ham ko'rsating endi. Mana tortishlari endi bu yog'idan chiqarishi. Bemalol makka bilan bug'doyni aralashtirib chiqarsa ham bo'laveradi. Bemalol aka. Tortishlarni ham ko'ring aka. Shuni yopamiz bo'ladi. Chiqarganimiz bo'ladi. Endi chiqarib bo'lgandan keyin, ishlatib bo'lgandan keyin albatta 1 minut motorni ishlatib turish kerak. Sababi ichidagini tozalab olgani va keyingi safar yana qiynalmasdan ishlatgani. Tozalab olgani aka. Mana buni qarang. Mana aka. Kepak holat aka. Zo'r. Menimcha, mana buni qarang aka, farqi nima? Bu farqini bir qator ko'rsatib o'taylik aka. Mana aka farq. Mana kepak holat. Xo'p, endi xudo xolasa aka, endi somonli mahsulotlarni, o'tli mahsulotlarga bitta o'taylik, o'tli mahsulotlardan chiqarib beramiz. O'tli mahsulotlar, somon, poxolni ham chiqaraveradi. Somon, poxol, barcha turdagi o'tli mahsulotlar. Molingiz, qo'yingiz nimaiki yeydigan bo'lsa, hammasini xudo xolasa bemalol chiqaraverasiz. Chunki bu tish bilan, bu motor bilan bemalol chiqaraveradi. Aka, birinchi mana uni chiqarib ko'rsataylik. Xo'p. Makka poya? Makka poyani aka quruq emas shekilli o'zi. Nam ekan bu, nam. Nam shekilli. Mana nam. Nam holati bilan chiqarib ko'rsatamiz aka. Ketdi bo'lmasa. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, testga chiqarib beryapman. Hop, qora. Aka, endi somon chiqarib ko'ramiz. Ishlab turgan joyda solarasiz. Ishlab turgan joyda solamiz. Tamam aka. Somon. Somonni chiqarib ko'rsatamiz.
Hop, endi Mayda holatida aka. o'chirish shart emas drabilkani. O'zini o'zi ishlab turgan paytda almashtirib solaverasiz. Qo'y bob setkasida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bunimiz misligimida hozir? Yo'q, alyuminli aka. Bu alyuminli hozir chiqarganimiz. Uni aka ishlashlarda farqi yo'q deyarli. Umuman farqi yo'q. Hop, aka mana bir qator chiqargan mahsulotlarimiz mana. Mana aka. Natijani o'zlari baho berishaveradi. Mana uni endi uzunligini qarang. Buni qarang. Buni uzunligini qarang. Gugurt cho'piga o'xshatib olgan. Cho'pakka o'xshatib Zo'r. Qo'ylar ham bemalol yuradi. Setkasiz chiqardingiz-ku akani. Mana uni setkasi chiqardi. Bu silos holatiga o'xshatib berdi mana. Akalar setka shart emas-da bunga hozir. Mana yerda o'zi hali nima deydi? Makka jo'xorilar ham bor ekan, uni ham yorib yubordi. Qo'lga botgani yo'q. Bemalol zo'r. Hozir hammasi bir xil drabilkada chiqardik. Narxini hech biri hammasi hozir mashlarniki. Xo'p, aka bularda narxini xo'p 2 million 200 2 million 400 ming so'm. Haliga boshida aytib o'tdi videoda. Aha. Hop, arzonroq tushda qo'yib beradigan bo'lsak 2 million 200 ming so'm, qimmatroq tushga qo'yib beradigan bo'lsa 2 million 400 ming so'm ekan narxi. Xuddi mana shunday bo'ladi. Korpusi aytib o'tganimizdek, hammasi shunday bo'ladi. Hech narsa o'zgarmaydi. Mana shunday qoladi. Endi nari kichkinamizni bitta ko'rsatib bering. Bo'ldi aka, ashlarni ham ishlashini bitta ko'rsatib beramiz. Menga o'zimga ham qiziq. Shuni oldiga olib o'taylik aka, shit. Ko'tarishni ham ko'ringlar. Bismillah. Bu haliga aytdim-ku. Chorvaga qiziqadigan emas, to'g'larga qiziqadigan akalarimiz uchun, qushlarga qiziqadigan akalarimiz uchun maxsus. O'zimga ham qiziq. Buni hozir qanday chiqarishi? Hop. Aka, makani so'tali makani chiqarib beraylik shunda. Qarab turing. Bismillah. Hop. Bug'doyimizmi? Aka, bug'doy chiqarib beraman, bug'doy. Voy, tortini qaranglar. Naki bo'ladi, kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni deb. Shunday aka. Narxiga arziydi akalar. Mana aka, pashti mana shu bilan katta drabilkada chiqqani bilan pashti bir xil. Mana kepay holatiga keltirib oladi aka. Tayda yormas qolib ketdi. So'tali makkani qiziqtirish uchun chiqardik. So'tali makkalarda ham farqi yo'q. Barcha donli mahsulotlarni ishlab chiqara oladi aka. 4 ta nasatkasi bor buni ham. Zo'r, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xo'p, aytilmagan nima qoldi bizda? Aka, hamma narsani xudo xolasa qo'limizdan kelgancha tushuntirdik xalqimizga. O'sha gap laykni bosib, kommentariyalarni yozib, bizni qo'llab-quvvatlab tursa, xudo xolasa bepulga aka yutib olishlari mumkin drabilkalarimiz. Zo'r. Bosinglar, xudo xolasa paddishga o'ylayman sizlardan 1000 ta, 2000 ta kerak bo'lsa 10 ming ta qilib yuboramiz. Kommentariyani ham, laykni ham gummillatinglar. Keyingi safar kelganimizda xuddi olov mana shu drabilkalarda sizlarga g'olibni aniqlab, tekinga drabilkani berib yuboramiz. Xudo xolasa berib kelyapmiz aka. Zo'r. Gap so'z yo'q, sizga rahmat usta, charchamang. Xudo xolasa xalqimizning xizmatida, xudo xolasa charchamaymiz aka. Gap yo'q. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.